Tak, 14 may 2025-yil. Hozir mana indan arini olib, bitta ovqat ramka, bitta rasplot bilan onasiz oldim, bitta sush qo'ydim. Mana ichida u yashilni ko'rgan bo'lsalaring. Qani? Mana yashil narsa. Bugun chiqadigan g'umbayni qo'yib qo'ydim. Bitta ortib qoldi. Bitta onarimiz o'zi chiqarishgan ekan, g'umbay qo'ygan edi. Ortib qoldi. Hozir men sirazi 11 dan mana nomerini ko'rsatay. 11 dan sirazi oldim. Bitta ovqat ramka, bitta ochiq bilan yopiq rasplot, bitta sush qo'ydim. Ovqat qo'ygani idishini qo'ydim. Sirazi bugun chiqadigan onani qo'ydimda yopyapman. Eksperimentimiz nima bo'lar ekan ko'ramiz. Qani sirazi qabul qilarmikan. Tepa litok ochilgan. Pastdagi litokni bekitib qo'ydim. Shunday qilib hozir men litokni ham ko'rsataman sizlarga. Bunaqasiga yopish kerak ekan. Ana yopdik. Bunisi 12 ga 11 dan 12 ga oldim. Mana buni litogi ochiq. Bunikini ochganim yo'q. Ichini shipirib tozalab tashladim. Tepani o'zi ochiq. 2 soatdan keyin yoki kechki payt. Hozir soat necha bo'ldi dedi? 11:30-12 bo'ldi o'sha. Ertaga ko'ramiz. Onari yuradimi yo yeb tashlashamikan. Sizlar beroq qilib ajratsa qabul qiladi deyiladi. Faqat 1-2 kundan keyin. Men sirazi qo'ydim. Qani bugunoq qabul qilarman. Paka. Kletkaga qo'ysam, kletkani topolmadim. Chiqib ketib qolmasin deb qo'yib qo'ydim. Sog' bo'linglar, like bosinglar, davomini ko'ramiz.